Assalomu alaykum va rahmatullohi. Men adresini aytmay qo'yray. Shu bir qishloqdan ekan bu yoq. Bizdagi pashti hamma kelinkiyo to'ylarida mast qiladigan ichimliklar qo'yiladi. O'sha to'yga qishlog'imizning imomi va hojilar hamma boradi. O'sha to'yga namozxonlar borishi joizmi? Qishlog'imizning aksari aroq ichadiganlar. Imomlar, hojilar kirgan stolga qo'yilmasa ham boshqa stollarga qo'yilishi aniq. Demak, bizga berilayotgan savol, o'sha bir qishloq bor ekan. Qishloqni to'yi shu ichimliksiz bo'lmas ekan. Imomlari ham kirib o'tirar ekan. Hojdan kelganlari ham kirib o'tirar ekan. Oqsoqollari ham kirar ekan. Holbuki u qishloqni deyarli hammasi shu harom narsani iste'mol qiladigan ekan. Shunga biz namozxonlar bormasligimiz joizmi deyapti. Yoki bormasligimiz joizmi degan savol. Avvalambor bunaqa qishloqqa Xudo insof bersin. Hamma yerlarga ham alhamdulillah din yetib borgan. Shu narsani haromligini hamma e'tirof qilgan. Buni oqibati nima bilan tugashini ham hamma biladi. Lekin qaysidir bir joylarda hali ham shu din o'zini kuchini ko'rsatmagan, ya'ni o'sha joyni ahli ilmlari, kattalari, oqsoqollari, oqsoch onalar shu gapni ta'sirini yetkazmagan deb bilaman. Chunki o'sha gapirgan joylarda natija bor. Shu qishloqni bittasi o'zimiz edik. Bizlarda ham shu va yaqinda bir aytdim-ku, kuyov chaqarda qilib qaynota o'zi qaynag'alar bilan qilib berardi. To'ylarda bo'lardi. Stollarda o'tirilardi. Xudo o'zi kechirsin. Muzikalar bo'lardi, Xudo kechirsin. Aytib, mana Xudo xohlasin ko'p bo'ldi. Goh o'shanaqalar bo'lib qolyapti. Kanda shunday to'ylar, kim ekan desa Rossiyadan kelib to'y qilyapti ekan deyapti. O'sha Rossiyada yurgan, shu bir ma'lumotdan xabari yo'q odamlar qilib qo'yyapti. Lekin alhamdulillah ko'p joylarimizda Xudo xolasa shu muzika, aroq degan narsalar yo'qoldi. Endi shu to'ylarimiz ham Xudo xolasa kamchiqimon bo'lib qolyapti. Xotinlar ham tushundi. Foydasi yo'q xarajati nimaligida. Endi shu bugungi kunda shu anaqangi joylar uchrab turishi tabiiy narsa. Sunnat to'yiga borish sunnat degan qoida bor bizda. Payg'ambarimiz alayhisalom shu sunnat to'ylarga boringlar deb tavsiya qilganlar. Endi shu boradigan joy Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni kichik pelliklari kim qayerga taklif qilsa borardilar. Hatto o'zlari aytardilar-ki, bir qo'yni paychog'ini pishirib, bitta paychog'imiz bor Rasululloh sizga ilinadi desa, paychoqqa ham boraman men derdilar. Haligi mendek odam shunga boraman demayman degan gaplar bor. Shu narsalarni e'tiborga olib turib ko'pchilik aytilgan yerga bormasa gunoh bo'ladi degan tushunchani egasi. Aytdimi borish kerak, bo'lmasam gunoh bo'ladi deydi. Yo'q, gap unaqa emas. Aytilgan yerga borish sunnat bo'ladi. Borsak odamlar xursand bo'lishligi, bir mo'minning qalbiga xursandchilik solish yana bir savobli ish, mustahab ish. Shu shart bilanki bizni taklif qilingan joyda shariat qoidasi buzilmayaptimi? O'sha borayotgan shu marosim shariatga tushadimi, tushmaydimi? Tushadigan bo'lsa borishimiz kerak. Tushmaydigan bo'lsa bormaymiz. Bu odamning ko'yini shariatdan ustun emas. Yaxshi bilavering. Qarindoshchilik ham shariatdan, Xudodan, payg'ambar alayhisolatu vassalom ustun emas. Odam shuni yaxshi bilsin. Odamlar aytadiki, qarindosh urug'chi, qudandalachi, mahalla ko'ychilikchi, odamgarchilik chiqib ketamiz deydi. Bu odamgarchilik emas bu. Biz musulmon bo'lganimizdan keyin musulmon odamni
maqsadi yaratgan Alloh taoloning roziligi. Musulmon odamning maqsadi payg'ambar alayhisolatu vassalomning sunnatiga ergashish. Bu ikkala zotdan ustun narsa bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom o'zidan, ota-onasidan, xotin bola-chaqasidan, moli dunyosidan meni ustun qo'ymagungacha u odam mukammal musulmon bo'lmaydi dedilar. Tushundingizmi? Mukammal musulmon bo'lish uchun hamma yoqdan u zot ustun qo'yishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomni hamma narsani ustun qo'yish, bu yaratgan Parvardigori roziligiga erishish. Oyatlarda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga itoat qilishni aytadi. Hatto Alloh taolo bir oyatda shu mazmunda aytadiki, ayting yo Muhammad alayhisalom, in kuntum tuhibbunalloh, agar sizlarni Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsalaringiz, sizlar ati'uni, menga itoat qiling, yuhibbukumulloh. Menga itoat qilsangiz, Alloh sizni suyadi. Va yaghfir zunubakum, va yaghfir lakum zunubakum. Va sizlarning gunohlaringizni Alloh kechadi deyapti. Demak, Alloh o'zi ta'lim beryapti. Allohni yaxshi ko'raman desa, bu ummatlaringiz sizga ergashsin. Sizga ergashsa, men yaxshi ko'raman va gunohlarni kechiraman deyapti. Demak, siz bilan biz Alloh subhanahu va taoloni roziligiga erishishimiz uchun va bizni gunohimiz Alloh taolo kechishi uchun qo'yilayotgan shartni bittasi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga ergashish. Endi shu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom marhamanga to'yga borgan bo'larmidilar? Bu aroq degan narsani kasofati shunchalar yomonki, naqliy sahobiylardan kelayotgan asarlar shular aytadiki, shulardan bittasi Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilar. Allohga qasam deb aytadilar. Aroq ichib o'lgan odamni qabrga qo'yganingizdan keyin qabrni ochib qarasangiz, yuzi qibladan o'girilgan bo'ladi dedilar. Musulmonni yuzini qiblaga qaratib qo'yamiz, bilasizlar? Bosh tomonga, yelka tomonga turpoq suyab qiblaga qaratib qo'yamiz. Allohga qasam bo'lsa, 1000 qiblaga qarat, baribir Xudo taolo qiblani o'girib tashlaydi, aroq ichib o'lgan dedilar. Aroq shunchalar yomon narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aroqni harom degan. Payg'ambarimiz alayhisalom muborak hadislarda butun gunohning onasi, ya'ni boshlaguvchisi aroq deganlar. Shu aroq ichiladi, hamma eshik ochiladi. Ali roziyallohu anhu aytadilar. Agar dedilar, bir dengizga bir tomchi aroq tushgan bo'lsa dedilar. Dengizga bir tomchi tushgan aroq hech narsa emas. O suvni makruh ham qilmaydi. Shariatda qoida suvni makruh ham qilmaydi. Tushunasiz? Chunki fiqhda qoida bor. 10 avyonda bo'lgan suv bir qarich bo'lsa chuqurligi. Endi u yoqqa ham bu yoqqa ham 10 gaz, ya'ni biz tilda u yoqqa 7 metr, bu yoqqa 7 metr chuqurligi bir shibr deydi, 20 sm, 15 sm chalik bo'lib, suvni shundoq qo'liga olsa, tagi ko'rinmaydigan darajada suv bo'lib, u chekasiga najosat tushgan bo'lsa deydi, bu chekasi to'g'ri qilsa bo'laveradi, halol deydi. Tushundingizmi? Endi bu fiqhiy qoidani oldida dengizga bir tomchi suv bo'ladi. Hech narsa bo'lmaydi. Ali aytadi roziyallohu anhu, ana shu dengizga bir tomchi aroq tushsa, shu dengizni to'lqini mavji qirg'oq qurib, qirg'oqdan bitta ko'kat o'sib chiqsa, shu ko'katni bir qo'y yesa, men shuni qo'zisini yemayman, taqvo qilaman dedilar.
Ichgan odam nima endi buni oldi? Taqvoni ko'ryapsizmi? O suvga tushgan hech narsa emas. Va qirg'oqqa chiqqan suvga o'sgan ko'katni yegan qo'yni qo'zisini yemayman deyaptilar. O aroq ichganlar, o ko'p tavba qilish kerak. Tashavvorni Xudoga shukr bilan ish bitmaydi. Bular ko'p tavba qilish kerak hali. O tavba qilganman degan bu qabul bo'ldimi, bo'lmadi, Xudo biladi hali bu narsalar. Yaxshi bilib olinglar. O'zimizning mazhab boshi Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi aytadilarki, maloqa bo'ladi keladi. Bu kishining davrlarida shu dengizga kofirlarni shu aroq yuklab ketayotgan bir kemasi cho'kib ketar ekan. Shunda bu kishi baliqchilarni topib, shular bilan gaplashib, bitta baliq necha yil yashaydi deb so'rar ekan. Shunda shu ovchilar, baliqchilar aytar ekan, taxminan o'rta hisobda 7 yil, 8 yil yashaydi bitta baliq. Deganda bu kishi o'sha 8 yil baliq yemagan ekanlar. Ana shuni suvda bir tug'ilib qolgan baliq bo'lsa ham deb 8 yil baliq yemagan ekanlar. Tushunasizmi? Yana qayta aytaman. O ichganlar. Tashavordim deb xursand bo'lib xotirjam bo'lmang. Hali ko'p tavba kerak. Ishlar ko'p. Bu tanalarimizda o narsani hali ta'siri katta. Endi bugungi kunda ham mana shuni qilayotgan oqsoqollar to'yiga boryapti. Hatto imomlar ham. Shuning uchun ba'zi bir to'ylarga bormaslikning sababi shu. To'yga aytsam ham domla kelmadi deydi. Sen qilayotgan to'y andoza tushyapti, sen aytsanglar bora olmayman-da. Biz ham aytgan narsani qilib olmayapsan-ku sen ham. Eshigiga ataylab borganman. Demak, ataylab senga necha yildan beri gapiryapman. Quloq solmayapsan meni gapimga. Men sen bir og'iz gapingga boramanmi? Seni ko'ngling uchun men o'zimga gunohim yetarli bo'lsa, yana yangi gunoh olaymanmi? Yoki bo'lmasa ana falon domla ham kelib o'tirdi shu to'yda. Bo'laverar ekan deb turib boshqalarga ham eshik ochilishni xohlamayman-da. Xulosa qilib aytganda, musulmon odam ertagali qiyomatda o'ylaydigan, o'zini qadrini biladigan odam dinga tushmaydigan joyga bormasligi kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O chaqirilgan joy qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ilojini boricha bormaganlik yaxshi.